Chupa-chups. Doimiy xursandchilik. Bugungi videoda do'stlarimiz bilan mana shu qishloqda 24 soat qolamiz. Toshkent sharoitida katta bo'lgan vlogerlar qishloqdagi hayot qanaqa o'tishini bugungi videoda ko'rib olasizlar. Sizlarga yoqishi aniq. Va unda o'rtoqlar bizani 24 soat vaqtimizda boshlandi. Bo'ldi, biz shu qishloqda qoldik o'rtoqlar. Nima qilamiz, qanaqa vaqtimiz o'tadi o'zingizlar video davomida ko'ra olasizlar. Eng qizig'i, Nodir kiyimiga ahamiyat beringlar. Bona Italiano. Hozir Italiyadan keldilar. Undan ham qizig'i dudoshi qorniga e'tibor beringlar. Nima? O g'alat qarashyapti qishloqdagilar. Qishloqda bunaqa kiyinib bo'lmaydi. Shuning uchun agar sizlar ruxsat bersanglar, kiyimlarni almashtirib olsak. Birinchi bo'ldi o'zimiz boshlab beramizmi? Davaychi. Lekin mana bu kiyim olganimga baho bera olmaylar. G'irt qishloqqa chapanib olaman. Unda o'rtoqlar biz kiyimlarni almashtirib olamiz. Let's go. O'rtoqlar, mana bizani formalarimiz tayyor. Kimni kiyimi ko'proq yarashgan bo'lsa, o'zingizlar iltimos kommentariyga yozib qoldiringlar. Unda o'rtoqlar bizlar nima? Qishloqdagi hayotimiz boshlandimi yo'qmi o'zi bugun? Ovqatlanamizmi o'zi bugun yo'qmi? Kiyimi yarashmagan odamga yechintiramiz. Sizni yechintiramizmi? Davay! Shohruz bunaqa narsalarga doimo rozi. Rostdan? Bolalar, qizlar kun davomida qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hozir birinchi o'rinda dudosh aytgandek, hammaning qorni och. Davayte zavtrak qilib olamiz. Qizlar, sizlar tuxum qovuringlar. Biz bolalar bilan pomidor sotib olmaymiz. Nima qilamiz, Nodir? Terib olamiz. Kuyib ketgan tuxum yeysizlar. Kuyib ketgan tuxum qovurishni bilasizmi o'zi, Rayhonmi? Zo'r ovqatlar pishirish bilaman. Golubtsi, osh. Va o'zing reklama qilma. Kelin qidiryapmiz degan hech kim ko'rmayapti. Mayli, sizlar ovqat tayyorlaylar, biz yo'lga ketdik. Shohruzga qishloq hayoti odatiy holat, lekin men Toshkent shahrida o'sganman. Hech qachon pomidorni yerdan sug'urib olib ko'rmaganman. Mahardan sotib olganman. Shohruzga odatiy holat. Samarqand, Urgut, Amonkutan, Sila. Tuxum qanaqa chaqish bilasanmi? Buni prosta qo'yib qo'ymaysan, yorasan buni. Xo'p. Qani gaz plita? Yo, o'choqqa pishiramiz. Xuddi uy egasini so'ragandek so'raysiz, men qayerdan bilaman dedi. Men topdim. Xolodilnikda bodring bor. Pomidor topib kelgandan keyin pomidor bilan bodringni to'g'rab salat qilish kerak. Qani pomidorlar bormi rostdan ham? Baqil. Men bitta baqilli. Baqlajonni qara, baqlajon, Shohruz. Vo, mana pomidorlarni. Birinchisi qani. Opa, gap. Men hozir borib tog'ora olib kelaman. Ametdi, voy, men 3 tali pomidormi? Kichkina pomidorlar. Olaver bularni ham. Shohruz, tog'ora olib ketdingmi? Sal qizdan orasida qolib ketib qolman-da. 5 ta pomidor yetadi. Yo, mayli. 5 ta. 6 ta. Mana shu bolaga qiz bo'lsa bo'ldi-da bori. Qaranglar, menga tuxumni yuvib beringlar. Tuxumni nima qilasan, yuvma? Tuxumni nega yuvasan? Yuvish kerak, o'sli tovuqning ko'tidan tushadi. Mana buni qara. Mana bo'lmasam. O, bu globi pomidor ekan, rozoviy pomidor. Nima? Globi deydi buni. Globi? Ha? Bu Yusupskiy rozoviy pomidor deyiladi. Yo, bizda glob pomidor deydi. Samarqand, Urgut, Omonko'tan. Bittalab yuvasanmi? Bu turibdi-da, tovuqni. Ma'lummi? O'rtoqlar, aynan sizlar qaysi viloyatdansizlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Balkim keyingi safar aynan sizni viloyatingizda borib, biz 24 soat yashab qolamiz. Misol uchun hozir biz Toshkent viloyatidamiz. Balkim keyingi safar Samarqand yoki Buxoro bo'lar. Kommentariyga yozib qoldiringlar. Qaysi viloyat ko'p yozilsa, o'sha yerga boramiz. Go. Aytgancha, like, kommentariya, podpiska bosmagan onasini yaxshi ko'rmaydi. Like, kommentariya, komment yozildi, bo'ldi. Hamma ota-onasini yaxshi ko'radi. Men bitta tipratikan o'li yotibdi. Ha? Tipratikan o'li yotibdi, qara. Men bitta tipratikan o'libdi. Qizlar! Ha! Men bitta tipratikan o'lgan. Yevoring. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi skоворodka yaxshi? Bu skоворodkalar urushga yaxshi. Sen aytdingmi yevoring deb? Men senga yaxshilikroq ko'rsam, sen menga tipratikan o'lgan tipratikan yedirmoqchimi deng? Yo'q. Qanaqasiga? Chunki yeysan baribir yemasdingiz. Qarang, yuzingizga mos ekanman bu. Dudosh, qo'yib tursang qo'limni yuvib olardim. Voy. Bir kecha bag'ringdagi
Men tushunmayapman, ne hali ham ovqat qilinmagan. Gugurt olib kelib qo'ying. Xo'p, uzr lekin. Endi nima bo'lyapti? Ovqatlar tayyor bo'lyaptimi, Rayhon? Ha, hozir qovuryapti. Nechta tuxum qo'ysizlar? Bittasini sindirib qo'ydim. Yo'q-e. Yo'q, o'zi siniq ekan ichida. Shuni Ancha muncha yigitlarni qalbini sindirgani yetmayaptimi, Rayhon? hamma bilish shart emas. Ha, qara Rayhon, sani uchun. Kelib keldingizmi shularni? Sani uchun olib keldim. Kichkina ekan. Menga qara Rayhon. Necha yildan beri tanishmiz? 4-5 yildan beri tanishmiz. Lekin sevgi muhabbat yo'q. Chunki buni bo'yi uzun-da, bo'yim past. Ozgina o'smay qolganlar, menga yetolmay qolgan. Endi meni aybim emas-u. Siz hozir rassom ustidan emas, rassom ustidan kuldingiz. Auf tu duru du 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 dun tu duru du du du. Kim mana bu tuxumlarni sindirib tashladi? O, tuxumni qovurish kerak edi, ustiga o'tirish kerak emas edi. O, Rayhon! Diring, xolajon uyga kiring. Yangi patir pishguncha eski nondan yeb turing. Men bo'ldi. Gapirib bo'ldi. She'r aytganimga pul bermaysizmi? To'g'ri. Mana Bodiring. Bolalar, u yog'iga biz dam olishimiz kerak, ish qizlik qilish kerak, как будто, net. Shu gapinglarga yeyibsizlar issig'idan. Yo, mana biz yotishimiz kerak, dam olib, qorinni qichib. Qizlar o'z tez-tez ovqatini qilish kerak. Menimcha, tuxum qovurishga endi bolalar yordamlashmasa kerak, tuxum qovurishga. Erkak kishini vazifasi bu hayotda bola chaqqani boqish, to'g'rimi? Pakashda oramizda bola chaqqa yo'qmi? Biz dam olamiz. Как понял? Voy. Men nima qilishim kerak edi? Bola chaqa qilishing kerak. Yurindi. Shohriz, ash qizlarga suyaging yo'q deysani. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, dutarananan moy chechagim. Dağlarımga sochilgan boy chechagim. Uchtasida ham gugurti-yu. Значит, bugun och qolamiz. Zajgarga to'xta. Rakvina bor, lekin kran yo'q. Pomidor zo'rmi, dudosh? Sip-sveji, hozir sug'urilgan. Daladan shundogina. Yoqdimi? Yo'qda, rahmat, topganing uchun. Dudosh, pikmiymi, dudosh? Pikmi, dudosh. Rahmat. Urishmaylar. Asosiysi urishmaylar. Pikmi Pro Max Ultra Galaxy S98. Lekin chanu tuxum pishirishga yorib qo'yarkan, O'zimiz qilaylik hammasini. Qizlar o'tqizib o'zimiz qilaylik. Mani tuxum qilish yorib oladigan odatim yo'q. Nu lekin buncha yog' solinmasdi menimcha, yana bilmadim. Tuxum ko'p. Mana olinglar buni. Tuxum yog' ichida suzib yuribdi. Ne videoga olsan? Sasib olsan. Hozir bitta originalni Rayhondan eshitamiz, davay Rayhon. Ne syomka qilyapsan? Sasib olsan. Keling, bundoq qildilar. Bitta bundoq olib turlaring, bo'ldi. Nima bor, tuxum o'xshamayaptimi, Sevnur? Kimdir buyurtma beribdi, chala pishgan tuxumdir. Meni buyurtma. Nima yoqmayaptimi? Yo'q, buyurtmaysiz. Chiqmaydi. Kerak bo'lsa pishirib oling. Bunaqa tondachi bilasizmi, kim bilan gaplashasiz? Siz bilan. Nahotki Shahru Sivini ham yedirishyapti o'rtoqlar, bilmadim lekin. Ya, voy. Yedirish endi boshlanadi. Bitta boshdan. Yedirish endi boshlanadi. Ya, yamratdi. Yedirish endi boshlanadi. Oy. Tuz olib chiqib ber san sen tuz olib chiqib ber. Kirib ol o'zing. Tuz yeysan salatingni. Qilla, farqi o'zim ham sevib Dudoshim o'zing olib chiqib ber tuz. ham bo'ladi. Dudosh. Iltimos o'rtoqlar, kommentariyaga Dudosh pikmi deb yozib qoldiringlar. Dudosh pikmi. Yo'q, men yemayman. Ana tog'ni ko'rasizlarmi? Balandligini. O'sha meni o'zimga bo'lgan samatsenka. Siz separmi? O'zbekistonskiy. Voy. Mani jahlimni chiqazmasan. To'xta! Bering, hay. Ber desa beravermayman-ku. Ber desang beramanmi? Men ber desam berasanmi? Yo'q, men ishlab so'rayman. Mana shlyapani aytayapman. Просто gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi ozgina.
Iltimos, ovqatlanaylik, iltimos. Men dudosh bilan ozgina tuxum pishirib chiqay. Kema, ko'zimga. Nixan. Yo'q, usota oyog'ing o'tsa, Payshanba aytmaymi, nima aytmay? Xotin. Kichkina tarelkachalar bormikan? Kichkina Rayhon bor. U 25 minutdan beri ikkita tuxum pishmadi hali. Qanaqa qizsizlar bu? Вообще savolim qat'iyan. bu gap menga tegishli emas. Chunki men tuxum. Yo'q, xo'p, salatlarimiz qani? Bizani pomidor, bodringlar qani, Rayhon? Rayhonga vashi farqi yo'q ekan boru, Rayhon. Yo'q, mana pomidor, bodringlar qani, boyagi salatlarimiz. Ammo olib borib Hop, qo'ydim. Kichkina tarelka topolmadim, qayerdan qo'yginda, men bu yoqqa yig'ishtirma, stol ustini qara, qanaqa. Shu yerda o'tiramizmi? Men ichkariga taxlayapman. Bu yer issiq-ku. Shu qizlar kimdirga kelin bo'ladi-da. Ketdik unda, men nonlarni olib kiraman. Ichkarida o'tiramiz, salqin ichkarida. Menimcha kontent agar sizlarga hozir yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada любой fikringdan qoldiringlar, qaysi viloyatga boraylik, qaysi viloyat qishlog'iga boraylik. Например, men xohlardimki Samarqand, Urgut, Omonqo'ton ga borishni xohlardim. Kimlar borishni yozinglar. Men qizlar menga yoqmadi, bo'lmadi bular. Bolalar kelinglar. Va nihoyat o'rtoqlar bizani zavtrakimiz tayyor bo'ldi. Qizlar bir amallab tuxum qovurdi, yeb baho beramiz bunga. Obedda zavtrak qilamiz. Shu bilan qizlarimiz 1 soat tayyorlagan ovqatini mazza qilib yeb oldik. Menga yoqdi. Qolganlarga bilmadim. Qizlar, tuxum uchun kattakon rahmat, zavtrak uchun. Lekin shuni o'zi bilan qutulib qola olmaysizlar, chunki bizni qishloqqa kelib, somsa qilmasdan keta olmaymiz, chunki mana shu xonadonni bizga kirib yashashimizga ruxsat bergan Dildora xolamgilar o'zlari somsa qiladilar va hozir sizlar ismiloli somsa birga qilasizlar. O'zingiz qizlarga somsa qilishni o'rgatasiz. Bo'ldi, endi yilga mana shularni ishga olaman. Keyingi yilda, Bahorda, ha? Biznes. O't shaxtaga kir. O'zingiz o'rgatib turasiz. Kir. Давайте. Birinchi unni elidan o'tkazamiz, a? Dildor opani yordami bilan qizlar unlarni elidan o'tkazishib oldi. Senyor yordamlashsizchi, faqat aylanib yurishni bilib olsiz. Kir ichkariga dedim men senga. Baqirma. Ovqat qilmaysanmi? Yo'q. Qonnim och. Ye boshqa narsa. Хорошо. Mana bu tepada hashi o'tilla bor ekan. Nima deysan? Opchimi o'tilladan. Baribir hozir oloyoqladi, to'g'rimi? Voy, ancha qarib qolmadi ekan. O'tin tayyor. Hozir bo'ttik rasmi? Qishloq hayot qo'shnikidan olib tursak ham bo'lib turadi menimcha. Lekin hojatxonasiga mazza qilib Bilasan nima qildim hozir? Qo'shnini tepasiga chiqib o'tin o'g'irladi. So'ramadingizmi? Yo'q. O'g'ri yesa o'g'ri. O'g'ri любой joyda o'g'ri. O'g'ri shaharda ham o'g'ri. Qishloqda ham o'g'ri. Samarqand, Urgut, Omonqo'ton. Sepkillarini ketqizadi. Kakrasan kerak ekan. Bor. Серьезно, sepkin наоборот, estetika-yu вообще chiroyli ko'rinadi. Menga yoqadi. Menga ham sepkillarim yoqmaydimi senga? Nega? Yoqadi. Ne unda soch yubormayapsan? Yuboraman. Yubor. Bo'ldi, boring, Rayhon yordam bermayapti, bolalarga gap otib yurmasdan. Qizlarimiz ancha ishga o'rganib olib, Dildor opaning yordami bilan ismaloqli va qovoqli somsalarni tayyorlab qo'yishdi. Hozir endi somsalar tayyor bo'ldi, xudo xolasa borib tandirga yopsak bo'ldi. Achkimga baho beringlar. So'nggi model. Qani bitta taqib ko'ring, bitta. Wow! Ana bo'lmasam, qizlar somsani tayyorlaguncha biza mahalladagi bolalar bilan mazza qilib futbol o'ynaymiz. Futbol o'ynaydiganlar bormi? Davay, ketdi, boshlaylik. Qishloq bolalari bilan futbol boshqacha bo'lsa kerak-a? Futbolga qani soldatlar ketdi. O'rtoqlar, bolalarni ko'pligini qaranglar. Mana bu haqiqiy qishloq hayot. Qochinglar mashina kelyapti. Ko'k Jiguli. Eslatadi sevgimizni. Qo'shni gulli. Hamisi olataman, gap yo'q. Ana bo'lmasam, poylarni o'zgachasi-yu, mana bu futbolning poyla deyiladi o'rtoqlar. Hey! Eshlaring mani, bir-biringni ishlaringni yechmalaring, tushunlaringmi? Hozir biz endi 3 ta komanda bo'lishimiz kerak. Yirtadigan bizamiz. Da bu yoqqa. Voy, gap yo'q, davay, gap yo'q. Qizlar, doqsan baqirasizlar, tushundinglarmi? Qizlar, 1, 2, 3 ketdi. Hop!
bo'ladi. Motivatsiya sanlarga davay. Komandamiz nomi Barselona. Barselonaga xos o'ynaymiz. Oldi, gol urdi, yutdi. Tushundingmi? Kvartada kim? Men. Senmi? Ukajonim, sen assolim o'zim. Assolim, sen mamnun o'ynaysan. Samarta, sizlar hammanglar himoyada. Isming nima? Mahmuddan. Ne unaqa? Ko'pdan oldinglar menga berasizlar, xo'p? Qaranglar bolalar, futbol hamma yaxshi o'ynaydi, to'g'rimi? Ha? Biza yutishimiz kerak. Tushundinglar? Bolalar, bizani komandaning nomi Qirg'iy. Qani? O'yinni dodasi bo'ladi o'rtoqlar. Unda Liga chempioni boshlandi. Ketdi! O'yin boshlandi. Davay! Davay, davay! Olib qo'y! Olib qo'y! Olib qo'y! Zo'r kelishgan qomatim o'ziga rom etadi mana husnu malohatim zamonaviy boyfriendman boyvucham bitta qizcha xafa qildi shu bildim bugun kecha Davay, 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 ey! baland parvoz qizchalarga yoqtirmadi Davay, gol ur! Davay! Davay, sen ishonaman! Gol! Ay! Ur! Ur! Voy! Voy, ur! Urolmadi. Boshla. Lekin mazza bo'lyapti bolalar bilan boru. O'yin boshlandi. Davay, ur! Zo'r! Davay! O'yin juda qizg'in bo'lyapti. Bitta golgacha yutgan komanda bilan bizani Qirg'iy komanda o'ynaydi. Защитник! Charchab qoldim. Защита! lekin bitta qizcha bor uni iylantira olmadim baland parvoz qizchalarga yoqtirmani toqatim zamonaviy boyfriendman boyvucham Voy! Gol ura olmadi. Voy, ura olmadi. Davay, o'zimizni. Gol bo'ladi hozir. Voy! Voy! Sho'rdi u! Qanaqasiga urolmadi? Qanaqasiga urolmadi? Balon qanaqasiga urolmadi? Barsami, Realmi? Realmi? Bo'pti, bor unda ukajonim. Barsami, Realmi? Senga ham Realmi? Ha, senga ham Realmi? Barsaga balet qilasizlarmi yoki Realga kommentariyga yozib qoldiringlar. Ammo gol urolmayapti boydan beri. Gol! 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 jononga bordim bir kecham Hozir bitta o'zi shunda gol urib kelaman bo'ldi, ko'rasizlar. Voy, bola o'lib qoldi. Yoshligimni bir esladim. Changli poylada ko'ptov tepardim. Zo'r nostalgiya bo'ldi. Bolachalarni ko'zdagi quvonch ko'rib, odam yanada o'ynagisi keladi. Baxt uchun yana nima kerak? Prosta bolalarni qaranglar ko'ziga. Yaxshi. Yutasizlarmi? Da? Ko'ngilligingiz. Ko'ngilga tuzargansizlar-ku. Nima? Karilayaptimi? Voy, bizning komanda karilayaptimi bu? 100% yutamiz. Bo'ldi bu. Mana, bular qo'rqib qoldi o'zi bular. Nodir, keling. Bola. Voy, osilib qoldi odam shoninglar. Anchadan beri futbol o'ynamagandim. Ukajonim, yutishimiz kerak, xo'pmi? O'ynay berasanmi? Qayerda o'ynaysan? Hujumdami, zashtadami? Zashtada? Zo'r o'ynaysanmi zashtada? Davay, zashtaga ukajonim. Kim hujumda? Bo'pti, 1-2-3 boshlandi. Oshir, ket beror, beror. O'yna Oshir. Oshir, beror. Ket. Mazza bor to'rtolar. Oshirlaringni. Vartaga dedim. Shohrux, mana bu yoqqa. Tema. Ber, meniki uka, davay. Oldiga. Come on. Voy, charchab qoldim.
Men charchab qoldim, ey. Odam juda ko'p-ku. Eng qizig'i, meni sog'am bor hali. Давай. Ey, hamma kelsin. Kelinglar bu yoqqa, bolalar, hamma bu yoqqa. Qaranglar, juda ko'pchiliksizlar. To'g'risi, men bunaqa ko'p bo'lasizlar deb umuman o'ylamagandim. Quruq qo'l bilan kelganimiz yo'q qishloqinglarga. Faqat qizlarning sovg'asini qizlarning o'zi beradi, xo'pmi? Bolalar ko'pchiliksizlar faqat bu narsani talashmasdan, almash-balmash o'ynaysizlar, xo'p? Bolalar, talashmasdan faqat, xo'pmi? Men qaranglar. Yo'q, talashmanglar, o'zim beraman. Ma, senga mana. Mana birinchisi. Mana ikkinchisi. Hozir mana eng kichkinalarga berishga harakat qildingizlar, katta-kattasilar, to'g'rimi? Hozir tep borasiz-da. Kim shustri bo'lib, kim tez bo'lsa, o'sha ovozsin. Qizig'i, men emas, Shohruzni o'zi debadi, davay jigarim. Podpiska tashab qo'yinglar o'rtoqlar. Davay, rahmat hammaga. O'rtoqlar, o'ylaymanki, hamma xursand bo'ldi. Men vashcha emotsiyaga to'lib ketyapman. Hozir borib endi chang holimizda mazza qilib tayyor bo'lgan somsamizni yeymiz, xudo xolasa. Go. Qora ochib ketdi, somsaga boringlar. Oxirida kopto talash bo'lib ketgan payti Nur Muhammad ukajonim yiqilishibdilar. Men shu ukajonimni men o'ziga alohida sovg'a olib beraman. Faqat unaqa yig'lamanglar, xo'pmi? Malades, ketdik. Hozir o'zida mana do'konga keldik. Ukajonimizni xursand qilamiz. Nima olgin kelyapti shu do'kondan? Kopto. Xursand bo'ldingmi? Yana nima olgin kelyapti? Tanla. Nima xohlashsan olib beraman. Chipslar. Mana, bu sanga. Yana nima olib bering? Xohlagan narsani yetlaring. Yetadi. Yetadimi? Bu soddaligini qaranglar, buni yetadi deydi. Qale ukajonim, xursand bo'ldingmi? Mendan xafa emasmisan? Ne? Yo'q. Eshigini-chi, xafa emasmisan? Aniq ukajonim. Malades. Eng muhim xafa bo'lmagan bo'lsang bo'ldi. Hozir ozgina sovsa yeymiz. Kep qolinglar, olib qolinglar mana. Somsalar bor. Somsa yeyman. Yuragimni tandirdan uzib beraymi? Yeysanmi? Somsa yeyman dedim-ku. Короче, ikkita bola bo'linib, kimni tanladinglar deb kelinglar. Yo'q. Bu meni o'zimga o'xshagan shirin komandam. Biz komandamiz otini nima qo'yamiz? Chaqqonlar, biz chaqqonlar komandasimiz. Qaranglar, biz ko'proq ekanmiz. Unda Rayhon bilan Sevnur otadi, biz uchamiz, okay? Ketdi menikilar, bolachalarim, ketdi! Yorib tashlaymiz. Shunaqa otish kerak, mana shunaqasidan berish kerak edi. Meni qo'yib yuborishmayapti. Qo'yib yubormasanglar qanday o'ynaymiz? Qo'yib yuboringlar, biz o'ynaymiz. Qochib ketmayman bo'ldi, qochib ketmaymiz. Biz yutamiz, hozir hammasini chiqarib yuboramiz. Tegdi! Bittasi chiqdi. Qizlar qaranglar, oling. Davaychi. To'xtanglar, men otay endi. Menga. Yaxshilab bosinglar, qizlar, yaxshilab bosinglar. Davay, yaxshilab. Stop. Sevnur, qaranglar, cho'zilib ketyapti. Har bitta komandadan 3 ta odam chiqsa bo'ldi. Komanda hamma yutqizadi, bo'ptimi? Qizlar. Wow. Bыстрее! Dudosh. Asalimni shakarim qing'irdi shu gaplaring yelkamga yugdur boshginamni urib yorar Bir o'zim 3 tasini chiqarsa
bozordan ikkita komandadan ham. Faqat bolalar uchun emas, qishloq qizlar uchun ham sovg'alarimiz bor edi. O'yin qoidasi: chalamizdan har bittamiz o'rtaga turib, ko'zimizni yumib, mana bunaqasiga aylanamiz. Va ularni qo'li kimga tushsa, o'sha odam sovg'aga erishadi. Rayhon tur o'rtaga. Qiz 10. Oppa! Hop. Siz keling. Va hamma sovg'alar o'z egalarini topdi. Sizlarga sovg'amiz bor. Mana shu qo'limizdagi narsalar sizlarniki. Lekin buni hamma bilan qo'shilib o'ynashga rozi bo'lsanglar har doim. Rozimizlar? Bizani qishloqdagi birinchi kunimizda o'z nihoyasiga yetyapti. O'zimiz tandirda Dildora opaning yordami bilan yopgan nonlarimiz, somsalarimiz. Bizga unda yoqimli ishtaha olinglar. Baribir qishloq hayoti zo'rda. Sous qani? Men olib kelaman. Bor, so'z sof. Kechigarim. Bitta gap aytaman lekin. Rayhon juda bir aqlli qiz ekan, hayotda odobli, saramjon, sarishta. Uni ko'rdim, Rayhon akasini ko'rmadim. Bu bo'ldi Rayhon kuyovli bo'ldi. Hammaga xayrli tong o'rtoqlar. Soat bizada rovna 5:00 bo'ldi. Qishloqda vaqtli tong otadi. Men bir amallab uyg'ondim, lekin qolgan bolalar turish niyati yo'q. Uyg'otamiz. Nodir. Turing jigarim. Bor, nima qolsin. Shohruz. Turing jigarim. Mana mazam bo'lma. G'aflat bosib yotmalaring, Nodir. Quyosh deysizmi, Rayhon? Soat necha bo'ldi, Rayhon? Siz bir erta turmay ekanda. Eng qizig'i, hammadan oldin Dudosh turgan. Qani Dudosh o'zi? Dudosh! Qanchalik qiyin bo'lmasin, vaqtlidan turib, yuz qo'llarimizni yuvib, hammamiz birgalikda dalaga yo'l oldik. Xullas, do'stlar, biz hozir dalaga yetib keldik. Endi bu dalada vaqtimiz qanaqa o'tishini o'zingizlar video davomida ko'ra olasizlar. Xullas o'rtoqlar, hayajonli daqiqalar. Mana shu videoni olishdan maqsadim o'zim aynan shu edi. 21 yoshga to'lib hech qachon sigir sog'ib ko'rmaganman. Sigir sog'ganlar bormi? Da. Faqat men bilan Nodir sog'magan ekanmiz. Jigarim, men birinchi boshlayb beraman pochinni. Davay, ketdi. Go jigarim, davaychi. Qani do'stim? Mana shu. Uy. Dumi bilan jigarim qo'ysangchi, jigarim. Davay, Komol. Masha. Qo'rqsiz yomon ko'radi. Yo'q, to'xtanglar, salqay. Hammasi yaxshi. Qo'lni yuriga qo'yamiz. Hammasi yaxshi. Simba tiqa. Simba. Bitta silavoring, yuvosh, silavoring. Yuvosh, jonivor. Voy. Voy. Ana. Chiqdi. Bittada qarang, bitta reski qiling. Kamol ketdi shaharga. Menga yetadi o'rtoqlar. Men sog'ib ko'rdim. Jigarim bemalol o'zingiz. Qani. Normalniy bo'ladi. Ichor. Bir qultum. Yo'q, men xom sut ichmayman. Voy. Dumi bilan uryapti. Qo'rqyapti, Nodiram. Qaysi biri? O'n qo'ldagisi. Chiqdi. Qani? Qanaqa qilib? Sigir sog'dikmi, birinchisiga bo'ladi xudo xolisa. Endi o'zimiz dalada uzum terib ko'ramizmi, Nodir? O'zimiz uzum teramiz. O'zimiz uzum teramiz. Opani zo'r uzum fermalari bor ekan hozir. Lekin qishloqdagilarga qo'yili, vaqtli tur, sigir sog', dalaga chiq. Lekin toza havo zo'r. Ketdik, uzum olaylik. Atirgullar ochdi chiroy. Bizga xola ilib berdilar. Uzumzordan. Hozir yana teramiz. Sigir sog'ganlar, qo'lni yuvamiz. Bizlar ichra tanhoy, aziz. Uzumlar bor, uzumlar. Mana. Uzumlarni qara jigarim. Mana bularni qara mana. Ko'ryaptimi? Ha? Voy.
Mana o'rtoqlar. Uzunmi dodo xo'jasi ekan bu. O'rtoqlar, bunaqa uzunni sirasi uzgandan keyin qanaqa yeyishimizni ko'rsatamiz. Ketdi Nodir. Hoppa. Mana bu mazza. Xo'p, bizada tong bo'lsa ham, uyquga to'ymagan bo'lsa ham, qishloqda kayfiyatlarimiz a'lo darajada, chunki sigir sog'di Nodir. Sigir sog'. Birinchi marta jigarim. Uzun terdi. Uzun terdi. Qizlar qalay, yaxshimi? Zo'r. Faqat sal uyquga to'ymadinglar. Men to'ydim lekin. Bir-biridan shirin va mazali. Yoqdimi? Rayhonga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Cherik uzumlarmi? Chirrik uzumlar. Shohruz TVda bitta ideya bor ekan. Xullas bu yerdan chiqamizda, Ha. uyga boramiz. Uyga boriblar, qizlar hamma zakotovkani qilib beradi, Nodir o'zi bitta tovuq qozon kabob bam qilib beradi. Qozon kabobingizmi Nodir qo'lingizda? Davaychi. Biz bo'lsa ketdik, qaytib ovqatlanamiz. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Go'zalim. Ha, Men iqror bo'ldim shunga. o'xshamaysan hech kimga. Go'zalsan sen juda. Sevaman balki men shunga. Qozon kabob qilamiz. Qozon kabobimiz ana gazda emas, shunaqa o'choqda qilamiz. Eng qizig'i, biz bu yerda Dudosh bilan ish qilamiz, aytda bolalar mazza qilib dam olyapti. Спят усталые игрушки, книжки спят. O'chog'imizdan tagiga birinchi maydalarini qo'yib olamiz. Rayhon, endi Dudosh ishlayotibdi, bilasizmi? Nima ish qilyapti? Kartoshka tozalayapti. Siz endi choy ichib o'tiribsiz, uyalmaysizmi? Urishmaylar mani qizimni. Noinsof ekansiz, urishmaylar noinsof mani ekansiz. qizimni. Urishmaylar mani deyapti. Insofingiz yo'q ekan sizni. Mana asl yuzi Rayhon meni. Bilaman, chiroyliligini yuzini. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Tez endi bitta manirovka qo'ring tovuqlarni. Menga uylanaman deb paxta qo'yib ish qildira olmoqchi. Yolg'onchi. Hammaga xayrli tong azizlar. Bugun biz hozir mana bu qishlog'imizdan chiqib do'konga qarab yo'l oldik. Qishloqda-ku do'kon. Rayhon boya gapimga ishonmagin. U просто qo'shiq u. Bilaman. Ha, davay ketdi. Rayhon bitta uxlab tursa, qarab u video qiziq qolar. Mani pulim yo'q. A? Pulim yo'q. Puling yo'q bo'lsa bor, toshingni ter. Men puli yo'q qizlar bilan gaplashmayman. Shunaqa bo'lib qolgan hozirgi bolalar, puli yo'q qizlar bilan gaplashmaydi. Priprava bormi? Mayonezchi. Ha, burundiq qilib olasan. Og'ziga yig'adi-yu, ovqatlarni. Og'ziga yig'ib, ko'chaga chiqib chaynaydi. Bugun pashalarning ajali yetdi. Hozirantayotgan Nodir akani tako esdan chiqarmaydigan qilib uyg'otamiz. Nodir aka, turing. Qachongacha turing. Ovqat qilib bering bizaga. Rayhon, sen chiqayotgan ishlaringga hammasiga javob berasan. Kecha suv sepding, shalabbo bo'lding. Bugun qora kuya suryapsan, qora mo'ndi bo'lasan shuni. Hozir alamni olaman. Hop, kimingga emas, yaxshi. O'zing jim turib bersang tur. Tushunding? Jim tur. Lo'q deb yozmoqchimisiz? Avete, peshonamga lo'q deb yozib qo'yibdimi deydi. Peshonamga lo'q deb yozib qo'yibdimi? Ha, o'sha sansan. Peshonamga yozilgan inson bu. Astagfirullah. Peshonamga yozilgan inson. Birinchi bo'lib yog' quyib olamiz. Agar ovqat zo'r chiqqan bo'lsa, men qilgan bo'laman. Agar yomon chiqsa, mana Rayhon qilgan bo'ladi. Ovqatimiz yarim soatga dimlandi. Ya lekin qizlarimizga gap yo'q. Sevnur nega yo'q desanglar, Sevnur yotibdi. Sevnur mazasi bo'lmay qoldi. Rayhonni ber. Jonim mana. Наливайте ханчик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю. Do'stlar, men Shohruz, Sevnur mazza qilib uxladik. Eng qiziq, Shohruz yuzi bitta yaqin olinglar, Shohruz yuzini. Bitta. Men Sevnurga tayanib uxladim.
Tayanchzona Sevnur. Nodirjon tayyorlagan, to'g'rimi? Tandirda yopilgan non bilan o'choqda pishirilgan ovqat. Огородdan terilgan sabzavotlar bilan ovqatlanib o'tiribmiz. Va laboratoriyadan chiqqan men degan. Men laboratoriyadan chiqmaganman. Kartoshkasi zo'r ekan-a, Raddomdan chiqqan. O'chir. Bu degani yaxshi pishmagan degani? Вообще zo'r zo'r pishgan degani bu. O'rtoqlar, shunaqa 24 soat qishloqda, 24 soat daryoda, 24 soat o'rmonda shunga o'xshagan rubrikani keyingi safar qanaqa joyda olishimizni xohlaysizlar? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar va biz keyingi safar yana boramiz va 24 soat vaqt o'tkazamiz. Cho'lga borsak-chi? Cho'l? Cho'lni nima deb o'ylaysiz? Cho'l variantmi yo'qmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Shunaqa qilib o'rtoqlar, bizani qishloqda 24 soat videoyimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Ana mana shu ukajonim hozir videoni tugatib qo'yadi. Nima turdi bor? Kanalga qorib, kanalga obuna bo'ling. Bo'pti, charchamanglar. Baxt oddiylikda degan narsani asl ma'nosini tushundim. Za kadrim bo'lgan voqeani aytib beraman sizlarga. Biz dronchik olgan chaqirganmiz. Dron uchirib beradilar. Bo'ldi, kadrda ko'rinmaydilar. Shu darajada ko'yniga tegdi okani syomkadan kelgan, antiga men ko'rgan mana mampdagi bolachalarni har bittasiga bittadan marojnoy berib, komolga yozganlar. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Emotsionalniy davleniya bo'ldi hammaga. Esimda qolgan narsa o'rtaga tushar o'ynagan. Shunaqa maza qilib o'ynadim. Bolalar shundoq ko'pdi. Shunaqa o'shalardan bittasi hozir menga mana shunaqa narsa tashlab ketishdi mana. Xat menimcha. Nakleykalar yopishtirilgan mana shunaqa qog'ozlar. Rahmat. Olib ketaman buni o'zim bilan. Menga juda ham yoqdi. Bu menga yengillik emas, shtobi qishloqda yashash, chunki men oldin yashaganman, Sirdaryoda, Malekda yashaganman. Lisi kal bo'lib yurardim. Ana o'tlarning ichida mol qo'ylarni boqib yurardim. Bu yoqda mol qo'y boqmadik-ku, sigir sog'ib ko'rdik. Men cho'ta sog'aman, chunki tirnoqlarim xalaqit qildi menga. Qattim tortsamkanmi, botsachi, og'risachi deb mana molni o'yladim-da. Yodimda qolib ketgan voqealardan biri, hazillashib Nodir akaga suv sepgandim, lekin meni bir chelak suv bilan cho'miltirib yubordilar. Shu esimda qoldi, lekin aytgancha, keyin men alamimni olaman deb qora kuya yuzlariga surtgandim. Lekin kelib yana meni oldimga kelib, qora kuya bilan peshonamga lo'q deb yozib ketdilar. Mayli, kechiraman. Shaharda любой uyga shunday eshigini tepib kirib keta olmaysiz. Bu yerda qo'shni uyga ham, narigi mahalladagi odamni uyiga ham shunday kirib ketsangiz, bemalol sizga yaxshi muomala qilib kutib olishadi. Voy, kutib olishadi. Mana bitta misol keltiraman. Shohruzlar lokatsiyani bilgan, lekin qaysi uyligini bilmagan. Qo'shni uyga kirib, tapchanida qizlar bilan bemalol ichkari xonadami? Ichkari uyida kirib olib yotib olishibdi. Biz charchadik, ozgina yotamiz deb birinchi kelgan payt hech kim indamagan ularga. Operatorimiz kelib, bu uy emas, men yonidagi uy deb keyin ularga aytishgan. Birinchi o'rinda juda xursandman shu video olinganidan. Uzoq vaqt tayyorlandik, uzoq vaqt bu videoni plan qildik. Juda katta jamoa ishtirok etdi. Birinchi o'rinda hamma shu videoda ishtirok etgan do'stlarimizga rahmat deyman, chunki o'zlarining qimmatli vaqtini ajratib kelishdi. Va albatta mana shu xonadon egasi Dildora xolamga ham katta rahmat aytaman, chunki bizani kutib olib, bizani mana shu uyda yurishimizga, shu qunsuronimizga rozi bo'ldilar. Bizga o'zlari polni qaradilar. Bizga dalalar ertalab bugun vaqtli turib, bizadan kech uxlab, bizadan bugun ertalab vaqtli turib, dalalarga olib borib, o'zlarini retseptlari bilan bizga somsalar qilib berdilar, non yopib berdilar. Hammasi juda mazali bo'ldi. Shaxsan men hech qachon bunaqa sharoitda yashamagan inson. Mana shu videodan ham maqsad aynan shu edi. O'zimni haqiqiy qishloq hayotida his qila oldim. O'zi mana shu 24 soat ichidagi menga eng yoqqan moment bu yosh bolalar bilan bog'liq bo'ldi. Imminni ular bilan futbol o'ynaganimizda ularning ko'zidagi quvonchi, ularning baqir-chaqiri, yugurishi. Men umrimda buncha yosh bolalarni ko'pini ko'rmagandim, to'g'risi. Afsusdaman shunaqa kam sog'ib kelganimizga. Xudo xohlasa keyingi safar videolarimizda
bundanda ko'proq savob kelishga harakat qilamiz. Va agar sizlarga rostdan ham video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shu videoga like bosinglar va kommentariyaga video haqidagi yoki videoda eng sizlarga yoqqan holatni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, tez kunda yangi videolarda ko'rishguncha.